IELTS'siz kirgizib qo'yaman, IELTS'siz jo'nataman. IELTS baland bo'lsa, grant yutib ketaman 100%, 80-90%. O'zing qiziqqan yo'nalish bo'yicha qanaqa ishlar qilgansan? Ko'pchilik universitetlarga faqat o'sha botanik odam kerak emas. Kattaroq bir top 100 ta universitetga topshirmoqchiman. Qancha foizgacha grant ola olaman? Hozirgi kunda O'zbekistonda 4 ta 1600 bor. IELTS 9 juda ko'payib ketdi O'zbekistonda. Topshirib ko'rish kerak. O'zini bergan tarbiyasiga shubha qilsa, ko'chaga ham chiqmasligi kerak. Shunchalik oson bo'lib ketdimi IELTS 9 hozir? O'zini bali pastroq bo'lgani bilan ham bolalarga yaxshi dars o'ta oladiganlari bor. Hozirgi odamlarning gapi borki, детский travma deydi-ku. Shunday qolganman. 3-4 yil davomida she'r yozganman. Sizni intervyu qilayotgan odamni o'zi unaqa universitetda o'qimagan. Endi sovuq payti ko'pchilik mashinasini yoqib qo'yadi-ku. O'shanaqa yoqib qo'ysangiz, militsiya kelib turib sizga shtraf bosib ketargan. Ota-onasi agar unga kerakli pulni berishda qiynalib qolmaydigan bo'lsa, olish kerak, ya'ni bosib o'qib olish kerak 4 yil. Keyin 4 yildan keyin bosib mehnat qilish kerak. Birinchi o'rinda tilni zo'r o'rganinglar. Ota-onamning pulini ishlatishga vijdonim yo'l qo'ymayapti. Ishlatgansiz shu paytgacha. Hozirgacha ham ishlatgansan, tug'ilganingdan vijdoning qiynalishi kerak edi bir. Yana ozroqgina vijdonchangni chekkaroqqa surib tur, o'zing qiziqqan sohani yaxshiroq, chuqurroq o'rganib ol, keyin pul topishni boshla, u yaxshiroq bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Target xalqaro maktabining YouTube sahifasida kuzatuvchilar. Bugungi podkastimizda Xusniddin, ya'ni Target xalqaro maktabining school konsulori. School konsulor o'zi kim deganlar uchun hozir Xusniddinning o'zidan eshitib olamiz. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Xusniddin. Target xalqaro maktabida school konsulor lavozimida ishlayman, ya'ni bolalarni chet el universitetlariga kirishiga yordam beraman. O'zi bunaqa lavozim O'zbekistonda ham yaqinda joriy qilindi. Bungacha O'zbekiston maktablarida, ya'ni davlat maktablarida yoki xususiy maktablarning ba'zi birlarida bo'lardi, lekin davlat maktablarida bo'lmasdi bu. Bu Amerika maktablaridan kirib kelgan narsa, ya'ni Amerika maktablarida school konsulorlar bo'ladi. O'zimizdagi maktablardagi zavoj bilan darajasi deyarli bir xil desak bo'ladi. Ya'ni bolalarga maslahat beradi, o'qishiga, bolalarning muammolarini o'rganadi, o'shanaqa. Faqat mening vazifam chet el universitetlari bilan ishlash. Xo'p, mana Amerikadan kelgan siz siz faqat Amerikaga yo'naltirasizmi o'quvchilarni yoki общий Yevropa, chet el, Avstraliya, Kanada hamma joygami? Xo'p, hozirda bizda o'quvchilar dunyoning hamma burchagiga topshiryapti. Masalan, Kanadaga ham topshirganlari bor, Amerikaga, Xitoy, Gonkongga, Malayziyaga ham topshirayotganlari bor, Yevropa bor, Yaponiya topshiryapmiz. Undan tashqari Yaponiya, Koreya ham bor misol uchun. U farqi yo'q, dunyoning любой burchagi. Demak, siz vazifangiz mana shu o'quvchilarga universitet tanlashda yordam berish, yoki shu universitetga kirgungacha bo'lgan jarayonda bo'lish shunaqami? Xo'p, meni vazifam o'zi nima maktabda? Ya'ni bu sohadagi meni vazifam qanaqa? Bolalarga, o'quvchilarga, ya'ni 11-sinf o'quvchilariga 0 dan boshlab universitetlarga qanaqa qilib topshirish, qanaqa qilib grant yutish, to'g'ri universitet tanlash, ya'ni aytaylik siz o'quvchisiz, sizni qiziqishlaringiz bor va siz qanaqa yo'nalishda o'qishingizni o'zingiz bilmayapsiz. Bugun kelyapsiz, siz injiniring o'qimoqchisiz. Ertaga kelyapsizdan masalan media o'qimoqchisiz, jurnalizm o'qimoqchisiz. Sizda xullas fikrlar chalkash, siz bilan o'tirib gaplashilinadi. Siz bilan sizga aniq, siz haqiqatda xohlaydigan yo'nalishingiz tanlanadi va sizga mos universitet tanlaymiz. Universitetlar ulardan grant yutish, hammasida bolalarga 0 dan yordam beriladi. Xo'p, grant yutishga keladigan bo'lsak, grant yutishga nimalar yordam beradi? Aytaylik, men agar IELTS 9 bo'lsa-da, grant olamanmi 100%lik? Ko'pchilik bo'ladigan savol mana shu. IELTS baland bo'lsa, grant yutib ketaman 100%lik, 80-90% degan. Shunga. Qarang. Mana shu narsaga yaxshi savol berdingiz. O'zimning ham masalan Instagramda blogim bor. Instagramda, Telegramda Telegram kanallarim bor, obunachilar bor. U joyda ham masalan bolalar so'raydi. IELTS masalan qanchalik muhim? Aktual mavzuda. IELTS aytaylik 8 bo'lsa 100% grant yuta olamanmi? IELTS 10 bo'lsa deylik, 10 yo'q-ku o'zi aslida. Grant yutishimga yordam beradimi degan narsalar bor, lekin bu qanaqa narsa? Aytaylik bitta chet ellik odam
O'zbekiston universitetiga topshiryapti. Aytaylik bir Xitoy odam O'zbekiston universitetiga topshiryapti. U o'zbek tilini zo'r bilganligi uchun biz unga grant berishimiz kerakmi? Menimcha yo'q, chunki misol men o'zbekcha bilaman, qaysi universitetga borsam grant bermaydi menga. Bo'ldi, ingliz tili u IELTS bo'lishi masalan 7 bo'ladimi, 8 bo'ladimi? Nimaga so'raydi universitet? Shunchaki mana shu universitetga kelganda ingliz tili muhitida o'qib keta olishi. O'qib keta olishini tekshirish uchun. Aytaylik universitet sizdan 7 so'rayaptimi? Bo'ldi, 7 qilib bersangiz bo'ldi. Ya'ni ularning requirementini yopib berasiz. Undan oshgani ularga kerak emas, qiziq emas. Mumkin masalan 9 olsangiz qanaqadir oz-moz foyda o'ynashi mumkin-da, bu til o'rganishda kuchli ekan degan narsa. Ularda shakllanishi mumkin, lekin unchalik foyda berib yormaydi. IELTS ball ya'ni unchalik muhim emas u grant yutishda. Nimalar muhim emas grant yutishda? IELTSdan tashqari bo'lgan. Xo'p, grant yutishda turli xil narsalar bor. Masalan, maktabdan tashqari qilgan ishlaringiz, yutuqlaringiz. Misol uchun siz aytaylik, jurnalizm sohasiga qiziqasiz, jurnalistikaga. Jurnalistikaga qiziqqaningizdan keyin universitetga topshirayotganingizda jurnalistika sohasiga universitet so'raydi. O'zing qiziqqan yo'nalish bo'yicha qanaqa ishlar qilgansan? Ya'ni siz ko'rsatib berishingiz kerak. Aytaylik siz maktab davringizda yoki mobilograf bo'lib yurgandirsiz. Syomka qilib turib Instagramga masalan birorta brendni Instagram akkauntini yurgizib bergan bo'lishingiz mumkin. O'shanaqa narsalarni ko'rsatib berishingiz kerak. Bu ishlar ko'proq rol o'ynaydi. Ya'ni o'zingiz sohangizga aloqadorroq narsalarni yaxshiroq bilish. Xullas, faqat botanik bo'lib o'qish emas, ijtimoiy hayotga ham aralashibroq, faolroq bo'lganingiz ko'proq rol o'ynaydi bu grant yutishda. Siz universitetlarga o'zi nima kerak? Ko'pchilik universitetlarga faqat o'sha botanik odam kerak emas-da. Ular erta masalan jamiyat bilan ham yaxshi chiqishib keta oladigan, jamiyatga bir foyda olib kela oladigan odam izlaydi. Ya'ni odamlar bilan tez chiqishib ketadigan, odamlarga qanaqadir foyda olib keladigan o'shanaqalarni ko'proq izlaydi. Faqat botaniklar ham ularga qiziq emas. Tushunarli. Demak, asosiy narsa shu birinchi tomoni обязательно til bilish kerak. Albatta. Qanday sertifikat, misol uchun 5,5, 6 grantga keyingisi o'sha portfolio bo'ladimi? O'da portfolio ham buni bir qismi. Masalan, o'sha o'zingiz qilgan ishingiz bo'yicha qanaqadir portfolio yig'ish. Bu ham bir qism desak bo'ladi bemalol. Yana nimalar grantda? O'sha boya aytganimdek, yutuqlaringiz, misol uchun siz 9-sinfda aytaylik olimpiadaga borgansiz, olimpiadada respublikada birinchi o'rin olgansiz. Yoki matematika bo'yicha chetda bo'lgan qanaqadir musobaqada qatnashib birinchi o'rin olgansiz. Yoki birinchi bo'lish shart emas, bu ikkinchi ham bo'lish, uchinchi bo'lish mumkin, 4-5 bo'lishi mumkin. O'shanaqa. SAT bilan GPA. Endi GPA muhim. Chunki siz maktabda o'qiganingizda, men bu o'qigan aytaylik siz 18 safani o'qigan bo'lsangiz, haqiqatda ularni qanaqa o'qigansiz, o'zi o'shalarni ko'radi. Ya'ni o'sha fanlarga aloqador universitetning kurslarini olish qanchalik ola oladimi, o'qiy oladimi, yo'qmi, o'shani tekshirish uchun ham ko'radi baribir o'rganib. SAT? SAT ga keladigan bo'lsa, SAT endi birinchi navbatda SAT o'zi nima degan savolga kelsa, ko'pchilik bilmaydi. Biladiganlar ham bor. Hozirgi kunda o'z SAT trendga kiryapti. 1600 dan bo'lib ketdi. Da, 1600 lar ham hozir bor. Hozirgi kunda O'zbekistonda 4 ta 1600 bor. Yaqin yillarda IELTS ning o'rnini bossa kerak menimcha. Trend oldin IELTS ga trend edi-ku, hozir meni nazarimda hozir tushib qolganda. Xo'p, SAT ga qaytadigan bo'lsak, SAT o'zi nima? Qisqa va sodda tushuntiradigan bo'lsa, SAT amerikancha DTM. Aytaylik, DTM da 3 ta bir majburiy
fan bor, uni topshirishingiz kerak. Ikkita o'zingizga yo'nalishingizga aloqador fan topshirishingiz kerak edi. Bundan 1-2-3 yil oldin. Hozir qanaqa bilmayman. Qisqa qilib aytganda, o'sha universitetlarga kirishga yordam beradigan test bu. SAT o'shanaqa narsa. Bu testni SATni ko'pchilik universitetlar so'raydi, ko'pchilik universitetlar talab qiladi, ko'pchilik universitetlar talab qilmaydi. Ya'ni ixtiyoriy. Bu sizni masalan tanqidiy fikrlashingiz, tanqidiy fikrlashlaringizni tekshiradigan misol test bu asosan. Endi mana agar menda shu SAT 1500, IELTS 7,5 yoki 8 kirmoqchi. Mana shu ikkita narsam bor, bo'ldi. GPA ballarim aytaylik 5lik sistemada bo'lsa 4 chiqqan. Kattaroq bir shu top 100 talar universitetga topshirmoqchiman. Qancha foizgacha grant ola olaman? Endi buni hozir biror nima deb bo'lmaydi. Chunki universitetlar sizni faqat ularga ham qarab olavermaydi-da. Endi shu joyda mana agar mani qo'limda AP sertifikati bo'lsa-chi? AP sertifikati AP da yordam beradi. AP polni 5 bo'lsa. Masalan, nechta fandan? To'lik 5 ta fandan 5. 5 ta fandan. AP yordam beradi-da. Agar o'zingiz masalan yo'nalishingizga aloqadorroq AP fanlarni o'qigan bo'lsangiz, misol uchun International Relationsga topshirayotgan bo'lsangiz, xalqaro munosabatlar yo'nalishiga, siz masalan tarix, masalan Yevropa tarixi bor, Amerika tarixi bor, Amerika siyosati bor, o'shanaqa fanlar bor 3-4 ta. O'shanaqa fanlarni olib turib o'qigan va test topshirib 5 dan 5 olgan bo'lsangiz, bu foyda beradi anchagina. Sizga grant yutishingizga top universitetlardan. Xo'p. Undan tashqari AP sertifikati qanaqa? O'sha masalan universitetga borganingizda oladigan kurslaringizni ham yopib beradi. Endi hamma universitetda ham emas bu. Universitetlar bor. Endi savol, top 10 talik universitetlarga kirmoqchi bo'lsam agar, MIT, o'sha Stanford, Harvard, Yale, mana shu universitetlarga kirmoqchi bo'lsam, menda nima kerak? Xo'p, sizdan birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa bu SAT. Necha 1400 dan past tepasimi? Yo'q, 1500 dan balanti kerak. 1500 dan baland. IELTS adashmasam 7,5 minimum. Chunki orasidagi ba'zi bir universitetlar 7,5 so'raydi. Endi hammasiga yetishingiz uchun 7,5 olib qo'ysangiz bo'ldi, yetadi hammasiga. 7,5. Hozirgi kunda raqobat oshib ketgan universitetlarga topshirayotganda. Masalan, bundan 3-4 yil oldin O'zbekistonda 1500 bor bola sanoqli edi. 1500 bor odamni biz masalan eshitsak, bizlar uchun xuddi bir nima deydi? Bu gapni aytish qanchalik to'g'ri, noto'g'ri? Bizlar uchun xudodek tuyulaverardi u odam. Odamlar uchun xudo sanardi uni. Shunaqa. Boshga ko'tarib olib, ya'ni o'shanaqa odamlar sanoqli edi. Hozirgi kunda ko'payib ketgan, ya'ni 3 ta odamning ikkitasida 1500 bor. 1500 bor. Bu nimani oshiradi? Bu raqobatni oshirib qo'yadi. Ya'ni aytaylik, universitetga yiliga 1000 ta student topshiryapti bitta universitetga. 1000 ta student topshiryapti. Uni 900 tasida 1500 plus SAT bor deylik, misol uchun. Bor. Bu holatda siz u raqobatda yutib chiqishingiz uchun nimalar yordam beradi? Siz ko'proq o'sha masalan jamiyatga foyda keltiradigan, odamlarga foyda keltiradigan qanaqadir ishlar qilganligingiz, ya'ni aktivitalaringiz, birovlarga bir ko'proq ommaga yordam bergan biror ish qilgan bo'lsangiz, bu katta rol o'ynaveradi bu joyda. Undan tashqari, hozirgi kunda bunaqa raqobatda yutib chiqishga yordam beradigan narsa yana bittasi, aytaylik, o'sha boya siz aytganingizdek AP sertifikat. AP. Chunki
o'zi o'tgan yilidan boshlandi adashmasam. Shu 1-2 yil bo'lyapti. Bolalar universitetga topshirayotganda APM jo'natish O'zbekistonda. Ungacha boshqa davlatlarda bo'lgan, O'zbekistonga endi kirib kelyapti. O'zbekistonda hozir qatlarda o'qisa bo'ladi APni. Xo'p, APni shu yil O'zbekistonda 2 ta AP topshirsa bo'ladigan test markaz bor. Bundan bittasi Target xalqaro maktabi. Shu yil mana shu Diyorbek bilan bir oymi qancha vaqt davomida biz buni harakat qilib turib Targetda ochdik. Bolalar test topshirdi. Hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha 2 ta bor. Bittasi Target. Demak, hozir bizni maktabimizga bolalar kelib bemalol test topshirsa bo'ladi APdan. Albatta, bemalol topshirsa bo'ladi. Toshkentdagi yagona desak bo'ladi, O'zbekistondagi ikkinchi test center bu AP bo'yicha test center Target xalqaro maktabi. Bemalol odamlar masalan AP imtihonini topshirmoqchi bo'lsa, kelsanglar bo'ladi. Sizlarga o'sha top universitetlarga kirishlaringda ancha yordam beradi. Hozirgi kunda 1500 laring bo'lsa ham ochig'ini aytaman, men bu raqobatda yutib chiqish uchun bu narsani olish kerak. Endi AP ham bizda hozir joriy qilingan A-levelchi. U narsa nima A-level? Xo'p, A-level bu Buyuk Britaniyani o'qitish sistemasi desak bo'ladi, ta'lim tizimi desak bo'ladi, to'g'rirog'i. O'sha bolalarni o'sha britancha sistemada o'qitish va oxirida Cambridge tizimi. O'shanaqada Cambridge tizimi. Va oxirida ularni imtihon qilib turib, o'sha qo'liga sertifikat berish, o'shanaqa sistemada o'qiganligi to'g'risida qisqacha tushuntiradigan bo'lsak. Endi meni qo'limda aytaylik shu o'qidim, A-levelga mana shu tizimni o'qidim va qo'limda A-level sertifikatim bor. Nima qila olaman men? Qatlarga topshira olaman, qatlardan grant yuta olaman. Endi qarang. Masalan, meni qo'limda mana bu bor, men qayerda kira olaman deyish xato bu. Universitetga topshirayotgan topshirish kerak. U hech kim aytib bera olmaydi. Seni qo'lingda mana bu narsa bor ekan, sen mana bu joyga topshirsang 100% grant yutasan deb turib. U ya'ni top universitetlarga. U ayta olish mumkin. Masalan, reytingiga top bo'lmagan, top 1000 taliga kirgan o'rtacha universitetlarga ayta olish mumkin. Aytaylik, meni o'quvchilarim bor. Men o'zim o'sha 1450 olib bergan. Ya'ni 1450 olib bergan, ularga 100% grant olganmiz. Ya'ni o'sha 4 yil Amerika universitetlari, Amerika universitetidan 4 yillik o'qish xarajati yotoqxonasini qoplaydigan. 100% grant. Endi bunaqa universitetlarga aytsak bo'ladi. Bularning reytingi top 7-8 talikda turadigan universitetlar. Lekin top universitetlarga keladigan bo'lsa, ya'ni top 100 talik, top 200 talikdagi universitetlarga keladigan bo'lsa, bularga qiyin. Ularga ayta olmaysiz. Topshirib ko'rish kerak. Hammasiga maksimalni bor harakatni qilib turib topshirish kerak. Oxirida biror natijani ko'rsa bo'ladi. Hozir u aynan biror aniq javobni aytish bu ahmoqgarchilik. Hech kim unaqa garantiya bera olmaydi, ya'ni. Endi boya temaga qaytamiz. O'sha SH hosilinga chiqdi, to'g'rimi? 1-2 yil oldin, 2-3 yil oldin IELTS edi. Endi hozir mana IELTS 9 juda ko'payib ketdi O'zbekistonda. Menimcha 10 dan oshib ketdi. Ya 10 ta emas, 10 ta emas. 10 tadan ancha ko'p. Ancha ko'p. Siz nechta deb eshitdim, men bilmayman. Yana bilmadim, aniq raqamini juda ko'p. Juda ko'p. Shunchalik oson bo'lib ketdimi IELTS 9 olish? Bilmayman, men ingliz tili o'qituvchi emasman. Meni xayolimda, bu mening shaxsiy fikrim, bu gapni aytishdan oldin bildirib ketay. Shaxsiy fikrim, masalan, birinchi anoni oldi, 9 ni oldi. Keyin nimaga 9 ko'payib ketdi degan savolga nima paydo bo'ldi? Xullas, o'sha IELTS imtihonini oladiganlar ham, o'zbeklar ham o'zi olsa bo'ladi degan narsa paydo bo'ldi menimcha xayolida. Kelib imtihon topshiryapti. Men bu har bir bo'limlari o'zi asosan nima? Writing bilan speakingni odam tekshirsa, ya'ni odamni omili ko'proq bo'lsa, unga ball berishda. Odam omili ko'proq bo'ladigan bo'lsa,
sal 9ga yaqinroq bo'lsa, menimcha berib yuboryapti. Bular ola oladi baribir. Bularni o'zi 9ga anonsi yetadi deb turib ko'pchilik o'shanga berib yuboryapti deb o'ylayman, ya'ni. Bu meni fikrim, yana bilmadim. Endi mana hozir bitta qiziq savol bor menda. Qiz bolalarning umuman o'qishiga chet eldan O'zbekistondanmi qanaqa qaraysiz? Okay. O'zi masalan ancha paytdan beri masalan ko'p tushadigan savol bor. Bu narsa menga ko'p tush keladi bu hayotda. Masalan, o'zimga ham ko'pchilik yozadi, chetga ketmoqchiman, ota-onam qo'ymayapti. Nima qilsam bo'ladi? Ota-onam bilan gaplashib bering. Degan narsalar bor. Ba'zi bir ota-onalar bilan gaplashib ko'rganimda, masalan, nimaga o'zi qizingizni chetga jo'natmaysiz deydigan savolni qo'yganimda, javob qanaqa bo'lgan? Chetga ketsa Buzilib ketadi, aylanib ketadi, shunaqa savollar. Aylanib ketadi degan narsa. Shunaqalarga bitta gapim bor. Masalan, agar o'zini bergan tarbiyasiga shubha qilsa, ko'chaga ham chiqarmasligi kerak. To'g'ri. O'zini bergan tarbiyasidan shubha qiladigan bo'lsa, chiqarmasin hech qayerga. Agar o'zi bergan tarbiyasidan hech qanaqa shubhasi bo'lmasa, yaxshi tarbiya berib qo'ygan bo'lsa, qizlarni chiqarish kerak, o'qitish kerak. Tarbiya, oiladan yaxshi tarbiya olgan bo'lsa, hech qanaqasiga buzilmaydi o'qish, hech qanaqasiga. Agar yaxshi tarbiya olmagan bo'lsa, yaxshi tarbiya bera olmagan bo'lsa, ota-onasi agar bitta uyga qamab qo'ysa ham foydasi yo'q. Buziladigan qiz buzilib ketadi, foydasi yo'q. Erta xotiningni больницаga olib borganingda ayol kishi tekshirish uchun qizingni o'qit. To'g'ri gaplar, shunaqa gaplar qo'shilaman. Bir tomondan to'g'ri. Bir tomondan to'g'ri o'sha. Bu baribir bunaqa olib qaraydigan bo'lsa, o'zi erkak kishini ham, masalan, erkak kishi ham yaxshiroq rivojlanish uchun deb o'ylayman. Bu bilim, tarbiya ko'proq onadan keladi deb o'ylayman. Chunki erkak kishi baribir ishda, ko'chada ko'p yurganligi uchun bola ko'proq vaqtini onasi bilan o'tkazadi. Onasi bilan o'tkazadi. Onasi bilan o'tkazgandan keyin agar u o'qimishli, yaxshi bilim olgan, ilm olgan ayol bo'lsa, farzand ham yaxshi tarbiya bilan katta bo'ladi. Shunaqa sabablar uchun ham o'qitish kerak baribir. Tushunarli. Endi bitta sal burilish qilamiz. Menda mana shu savol ancha meni qiynaydi. Juda ko'p ko'raman Instagramda IELTSdan 6, 6,5, 7 oladida. Men misol uchun nimada teacher, 100+ students, shuncha plus grant. Nima deysiz endi bularga? Men ham bilardim. IELTS 7,5, 5 nechta mingta student deb turib yozib olgan ba'zi birlarni. Studentlar 9 oldi, 8 oldi. Podkastni ko'rayotgan bo'lsa, tushungan bo'lsa kerak, balkim ular qanaqa ishlaydi? O'sha men bu miyaga sig'maydigan raqamlarni yozib tashlaydi-ku. Nima, mingta student, o'zi nechiga kiryapsan desa, 18 ga deydi. Qanday buncha student? Qanday mingta student, 3 mingta, 4 mingta student deb so'ralsa, buni tagida ular qanaqa hisoblaydi? Ular o'zini teacher deb turib katta raqamlarni yozib qo'yishi, xullas bir webinar qiladi Telegram kanalida. U yoqqa reklama tarqatadi. U webinarga xullas bir 500 tacha aytalik odam yig'ilsa, webinarda bitta narsani o'tib bersa, tip boyagi mana yerda 200 ta student turgan bo'lsa, orqasiga 500 qo'shiladi. 700 bo'ladi. 700 ga aylanadi. Keyin unaqa webinardan 3 oyda bir 2 marta qilsa, o'zi boyagi 1,5-2 mingta bo'lib ketadi. Keyin ko'rgan odam bu vashchi bu katta teacher ekan-ku degan narsa yoki kimdirlar ko'rib kuladi. Bilmadim. U narsani unaqa paloncha yozib qo'yish
Lekin ichida yaxshi o'qituvchilar ham bor, tan olish kerak buni. Bu onlaynda unaqa qilib turib, masalan, o'zini bali pastroq bo'lgani bilan ham bolalarga yaxshi dars o'ta oladiganlari bor. Shunaqa bitta so'z bor O'zbekistonda, endi ismini ayta olmayman. Dasha IELTS sertifikati yo'q, lekin dars o'tadi. Shunaqada. Unaqalar ham yo'q emas. Unaqalarda. Masalan, IELTS sertifikati bo'lmasdan turib ham dars o'tayotganlar bor. O'zini mana bu narsa noto'g'ri. Agar o'zini sertifikati baland degani bu yaxshi dars o'ta oladi degani emas-da. Shunaqa. Misol uchun hozir 9 qilib ketdik, bu gaplashdik. Aytaylik, mana hozir shunday kirib, 16 yoshli, 17 yoshli bola kirib 9 olib chiqsa-da, ertaga o'zini teacherman deb aytolmaydi. Lekin bu yoshda tajriba yo'q, u hali o'zi bola. Shunaqa. Masalan, yaqinda bitta qiz 16 yoshli qizmi? 9 oldi. U qizni masalan teacher deb aytish, u to'g'ri sizga masalan o'zi qo'llagan texnikalarni ayta olishi mumkin, ulashishi mumkin. Lekin o'qituvchilik shunaqa kasbki, bolani haqiqatda o'qishga motivatsiyasini paydo qila oladigan odam bo'lishi kerak-da. Qiziqmas narsani ham o'quvchiga qiziq tuyultiradigan. Masalan, universitetimda, o'zim o'qiyotgan universitetda bitta fan bor, bitta kurs bor. Xullas, meni yo'nalishimga, meni sohamga aloqasi yo'qroq-da. Aloqasi yo'q, lekin u kursdan dars o'tadigan o'qituvchi, professor haqiqatda kuchli dars o'tadi. O'shani masalan nima bo'lsa ham, ming problema bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha kuni darsga bora olmay qoladigan bo'lsa ham, aynan o'shani darsiga odamni borgisi keladi, hech kim qoldirgisi kelmaydi. Ya'ni darsni shunaqangi qiziq o'tadi, aytaylik, dars 1 soat davomida bo'ladigan bo'lsa, dars shunaqa qiziq o'tadi. O'zi aslida unchalik kerak emas. Shunaqangi qiziq o'tganidan bolalarni qoldirgisi kelmaydi ko'pini. O'qituvchi o'shanaqa bo'lishi kerak. Boya aytganingizdek 7 oldi, 7,5 oldi, sirazi teaching qilib yuborish, bilmadim. Noto'g'ri narsa. U sekin-sekin masalan o'qituvchiga shogird bo'lib yurish kerak birinchi. Qanaqa uni o'qituvchiga bo'lganda ham yaxshiroq o'qituvchiga shogird bo'lib yurish kerak. Uni metodikalarini o'rganish kerak. Keyin sekin u qo'pol qilib aytganda tug'ilasa teacher bo'lish shart emas u. Noto'g'ri narsa u. Misol uchun kimdirlar ham o'sha yosh bo'lishiga qaramasdan sertifikat yo'q, hech qanaqa joyda IELTS katta o'qimagan, SAT olib qo'ymagan, просто yurib tajriba qilib, bitta bolaga o'zini ukasi o'rgatgan, keyin ikkita qarindoshi o'rgatgan, yoki maktabda kimgadir misol dars bo'lgan paytda ustozlar o'rniga kirib dars o'tgan, yig'ilib hech qanday sertifikatsiz ham ustozlik qobiliyati rivojlanishi mumkin. Shunaqa u yoshlikdan o'zi ko'pchilikda rivojlanadi, o'sha ukalariga, masalan, qo'shnilariga, qo'shnisining bolalariga ba'zi bir narsalarni o'rgatib rivojlanishi mumkin. Masalan, men o'zim o'qituvchi emasman, o'qituvchilik menga yoqmaydi. Sababi bolalar bilan ishlash qiyin. Ko'proq energiya talab qiladi. Lekin baribir ozmoz odam xohlaydi shu o'qituvchilik qilish qanaqadir. Baribir ozmoz tajriba bor desam qanchalik to'g'ri bo'ladi bilmadim. Oldin shu maktabda o'qib yurgan paytlarim Buxoroga borib tayyorlanganman-da. Ingliz tili tayyorlanganman. O'sha payti o'zim o'rtoqlarim bo'lardi. Men bilan birga tayyorlanadigan. Endi ularga nisbatan ingliz tilini yaxshiroq bilganligim uchun ularni ham o'qitdim-da boyaga. O'sha narsalarni so'rab, davay vazifa qildirib, qilmasa anaqa jazolar bunaqa kerak bo'lsa urib, boyagi aytaylik so'z yodlash bo'lsa, so'z yodlab topa olmay qolsa, masalan bitta topa olmay qolgan so'ziga anjumanalar qildirib, bunaqalar qilib ozmoz experience bor-ku, lekin teaching qiyin. Endi kimlardir bu narsani yaxshi ko'radi, baribir kimlardir kasbi. Masalan uchun men dars o'tmasam, meni energiyam ketadi bu narsada. Lekin kimlargadir o'sha energiya ketkazish, bolalarga shu dars o'tishni o'rgatib ketay degan narsa bo'ladi kimlargadir baribir. O'sha bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'radiganlar bor. Buni haqiqatda yaxshi ko'rgan odam qilish kerak teachingni. Faqat pul maqsadida qarab qilish noto'g'ri deb o'ylayman.
Chunki bolani yaxshi ko'rib biror nimani o'rgatmasa, u qiyin. To'g'ri, misol uchun men ham o'zim davlat maktabida baribir o'qigan bo'lsam, o'qituvchilarning ko'p emas. Uncha ko'p bo'lmaydi o'sha o'qigan paytimda. Ayrim ustozlar qanaqadir darsga xomush, jahl bilan kiradi, o'qitish xohlamasdan, lekin ayrimlar o'sha kam oylik bo'lsa ham, mazaq o'qituvchi siz professor aytganingizdek, o'qituvchilar, zo'r o'qituvchilar bor edi haqiqatda. Haqiqatda, Birikta bo'lardi. bitta o'qituvchim bor edi, 5-sinfda adabiyot o'qitgan edi. O'z yoshlari kattaroq o'qituvchi edi. 50 nechilarida o'sha payt adashmasam, 50 mi 60 o'sha atrofda. Adabiyotdan dars o'tardi. Haqiqatda zo'r dars o'taydi. Va o'sha o'qituvchi meni adabiyotga bo'lgan qiziqishlarimni oshirib yuborganda. O'sha o'qituvchi sabab bo'lib ketgan. Men ochiq vaqtida bir 3-4 yil davomida she'r yozganman. She'rlarim bir kitobga kitob ham qilib chiqarganmiz buni. O'ylab qarasam, hammasiga o'sha o'qituvchi sabab bo'lgan ekan. Ya'ni adabiyotga qiziqish, she'r yozishga qiziqishga turtki berib yuborgan o'sha o'qituvchi sababchi bo'lgan ekan. O'sha 5-sinfda meni o'qitgan o'qituvchi. Qanday bo'lgan? Yaxshi. Geografiya o'qituvchim bo'lgan. Boshida o'lgida yomon ko'rardi, lekin men qarab yoqtirardim o'sha 6-7 paytlarimda. Shunda o'sha geografiya qiziqish boshlanib ketgan. Nimadirlar qilaman deb yurganman men ham. Geografiya deganingizga men bu geografiyadan sal yoqmay qolgan. Sababi o'qituvchimiz mana bu bir xaritani ko'rsatadigan cho'pchasi bo'ladi-ku. Ukroska deyiladi, nima deyiladi bilmayman. Cho'pchasi. O'sha bilan qo'ldan ko'p 1-2 marta urgan. Barmoqqa tegib, shundan keyin o'sha fan yoqmay qolgan menga bilmayman. Lekin o'zi qiziq fan. O'sha yoshlikdagi boyagi hozirgi odamlarning gapi borki, detskiy travma deydi-ku. O'sha qolganmi balki. Detskiy travma deb turib. Endi hozir yoshlar shunaqa o'sha. Urish mumkin emas, xato gapirish mumkin emas. Detskiy travma deb turib. Bilmadim, yoshlikda ayam itday urardi. Masalan, ko'rsam yig'lab qochaydim. Hech detskiy travma bo'lmagan. Hozir qayerdan shakllandi o'sha narsa? Masalan, biror narsani qilib qo'ysangiz, ko'chalarga chiqarib qo'yay deb bor, ket deb turib. Shunaqa, u hech bizada detskiy travma qolmagan ekan. Universitetga bas qaytamizmi, yana bitta. Farqi yo'q, qaytaveramiz. Endi hozir yaqinda ko'p xabarlarni o'qiyapman. Amerikada Amerikaga F1 vizasini olish, talabalik studentskiy viza olish qiynashib ketdi juda. Juda qiynashib ketdi. Xuddi shunga o'xshab Kanada ham. Kanada ham o'sha ko'p oldilari 2023-yil, 2024-yilgacha viza berish oson edi. O'sha jo'natadi, o'sha inshosini yozadi, o'sha viza chiqardi. Hozir qanaqadir joy to'lganmi, chiqish 10dan 7-8 soat qazoqotdi. Sabab nima deysiz, to'g'rimi? Sabab nima desa, endi shunga qanaqa yechim qilsa, o'quvchilar shu darsi Amerikaga borish kerakmi, darsi Kanadaga borish kerakmi yoki sekin boshida qidiraversinmi? Misol aytaylik, Stanfordda o'qimoqchiman. Amerikaga borishim kerak. Lekin qo'l qolma, o'sha xabarlarni o'qiyapman, viza отказ chiqyapti, F1 olish qiyin. Nima qilishim kerak endi men? Birinchi Stanfordga kirish kerak. Aql solish kerak birinchi. Stanfordga kirish kerak. Viza muammo bo'lmaydi u. Stanfordga kirsa muammo bo'lmaydi. Viza muammo bo'lmaydi. Birinchi Stanfordga kirib olish kerak. Keyin topshirsangiz u easy. Toshkentdan beraveradi. Borasiz. Chunki sizni intervyu qilayotgan odamni o'zi unaqa universitetda o'qimaganda, katta ehtimol bilan. Stanfordga. Katta ehtimol bilan o'zi unaqa universitetda o'qimagan. U nimaga o'zi qiyinlashib ketdi? Qanaqa qiyinlashib ketdi? 2000 shu yil 6-sentyabrdan yangi qaror chiqarib qo'ydi. Bu ham bir Donald Trump chiqargan qarorlari. 6-sentyabrdan o'sha Amerika elchixonalari
boshqa davlat fuqarolarini ya'ni vizaga qabul qilmaydi. Ya'ni aytaylik, O'zbekistondagi Amerika elchixonasi Qozog'istondan kelgan yoki boshqa Yaponiyadan kelgan odamni intervyu qilmaydi. Qabul qilmaydi. Yo'q, intervyuga. Faqat o'sha O'zbekiston fuqarosini qabul qiladi. O'zbekistonning fuqarosini yoki o'sha O'zbekiston hududida doimiy yashash huquqiga ega bo'lgan xorijliklarni qabul qiladi faqat. Tushunarli. O'shanaqa qilib qo'ydi. Buni sababi nima deydigan bo'lsa, endi bu meni o'ylashim o'zimcha. Ko'pchilik masalan oldin shunaqa yaqin o'sha 6-sentyabrgacha shunaqa trend bor edi. Bundan keyin bu trend o'ldi avtomatik. O'zbekistonda viza bermayaptimi Amerika uchun? Boshqa davlatga chiqib viza topshirib kelish Juda ko'p edi. Juda ko'p edi. Masalan, men o'zimning studentlarimga ham qishki semestrga ketish uchun davlat topib qo'ygandim. Ash davlatga qoldi. Bu qonun chiqib qoldi, atkazib ketdi. O'shanaqa chetga borib, boshqa davlatga borib topshirib kelar. Bu nima afzalligi bor degan savol keladi birinchi o'rinda. Aytaylik, O'zbekiston fuqarosiz, o'zbeklar, ko'p o'zbekistonliklar, endi hammasi ham emas, ko'pchiligi o'sha elchixonaga kirayotganda dokumentlarni ko'p soxtalashtirib kirgan, ko'p noma'qul ishlar qilib qo'yganda, xullas. Tushunarli. Viza o'shaning uchun mana bu O'zbekistondan agar siz elchixonaga kiradigan bo'lsangiz, sizni qattiqroq intervyu qiladi. Tushunarli. Qattiqroq intervyu qiladi, qattiqroq tekshiradi, sizga mahkamroq turadi. Bu narsa faqat O'zbekistonda emas, boshqa chet davlatlarda ham bormi? U ko'p davlatda bor, faqat o'zbeklarga emas. U ko'p davlatlarda. Ko'p davlatlarda shunaqa. Endi prosta O'zbekiston misolida keltiryapmanmi? Unaqa bo'lgandan keyin o'sha elchixonada, O'zbekistondagi Amerika elchixonasidagilar bilib qolgan, ya'ni o'zbeklarni kuchliroq tekshirish kerak, yaxshiroq intervyu qilish kerak. Sal yoqmayaptimi, endi atkazib berib yuborish kerak degan narsalari bordir, bilmadim. Chetga borishda nima afzalligi bor? Siz chet davlatga boryapsiz, boshqa davlatga. Aytaylik, Malayziyaga bordingiz. O'zbeklar hali kirmagan yoqdan elchixonaga, o'zbeklarni bilmaydi qanaqaligini. Oddiy odamdek qabul qiladi. Oddiy odamdek qabul qilgandan keyin sizni yoqda viza olish shansiz oshadi. Demak, boshqa davlatga chiqib viza topshirsa, shans oshadi ozgina. Shunaqa o'sha aytganimdek Malayziyaga misol uchun chiqib topshirdingiz, sizni shansiz hali o'zbek bormagan, sizni shansiz yaxshi. Ko'pchilik o'zbek o'shanaqa qilib turib Amerikaga ketadi. Bunaqa narsani, bunaqa trendni ko'p davlatlar qaytaradi. Ko'p davlatlar. Afrikaga, qayerlargadir borib, bir orolchalarga borib turib viza topshirib kelayotganlar juda ko'p. Bu narsani ko'p davlat qaytaravergandan keyin Amerikaga ko'p mana bunaqa immigrantlar borib turib, masalan, o'zini borgan nima maqsadda borgan bo'lsa, o'sha ishni qilmasdan chiqib ishlab olish, masalan, illegalniy ishlab olish, masalan, o'qish student bu borganlar ishlab olish, o'shanaqa narsalar ko'payib ketganligi uchun o'sha narsani to'xtatib qo'ydi. Menimcha bu katta ehtimol bilan. Men ham ko'rganman mana shu gapingizdan keyin, misol uchun 7,000-8,000 dollarlik kontraktli universitetga kira topshiradi. Suhbat qilsam, maqsad nima? O'zi o'qishmi desam, yo'q, shu boraman, kontrakt to'lab qo'yaman, ishlayman, 1 yil ishlab, soqqani qaytib kelaman O'zbekistonga dedim. Qaytib borsang, o'sha misol uchun 1-2 oy universitetga bormasang, san u misol uchun kelmayapti deb zarba qiladi ustingdan, san keyingi yil topshirayotgan payt deport qiladi desa, yo'q, 1 yil pul ishlaboraman, bo'ldi. Maqsad shu, o'qish emas maqsad. U ko'pida shunaqa. O'zimda ham shunaqa student bor edi. Aka bo'ldi, Amerikaga borib olsam bo'ldi dedi. Shunaqa ko'pida maqsad shu. Qaysi universitet bilan viza olamiz, farqi yo'q dedi. Davay dedim, lekin oxirida o'zi yo'ldan qaytib qoldi. Bilmadim. Endi mana qarang, hozir Amerika shunaqasi chiqib qoldi. Siz hozir nechta davlatga borgansiz o'zi? Xo'p,
Hozirgacha 8 tacha adashmasam. 8 ta qanaqa davlatlar misol uchun? Xo'p, qo'shni davlatlardan Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqqanman. Bundan tashqari Yevropaga borib keldim yaqinda. Yevropa, Ispaniyaga, Qatarga borib keldim shu yil. O'tgan yili Malayziyaga, Tailandga, Laosga va Brunay degan davlatga. Endi misol uchun sal bo'lsa ham chiqqansiz menga nisbatan, men chiqmaganman hech haqqa. Ko'rgansiz Yevropani. Qanaqa o'qish sharoit talabalar uchun? Qaysi davlat yaxshiroq sharoit qilib beryapti? Qat'iy misol uchun hozir Amerikaga bormayman-da, men aytaylik, masjidga borsam sal yaxshiroq ham o'qib ham pul topa olaman, o'zim qoplashim uchun, bir cho'ntaga qo'yish uchun qanaqa qaysi davlat yaxshiroq deb o'ylaysiz? Xo'p, ham ishlab ham o'qish maqsadida demoqchimisiz? Yo'q, endi baribir nima desam bo'ladi, o'qishga borgan odam baribir rasxod bo'ladi unda. 100% grant olgan bilan ham chet el O'zbekistonda misol uchun oylik rasxodlar 2 million 3 million bo'ladigan bo'lsa, u yoqda 1000 $1,5 ming dollardir. Hatto shu pulimni chiqarib turishim kerakman. Va buncha ishlash kerak odam. O'shanaqa o'zingiz rasxodlari chiqarib yurishingiz uchun shunda qaysi universitet, qaysi davlat yaxshi deb so'ramoqchisiz. Shunaqa talabalar uchun eng qulay davlat. Xo'p, davlatlarni aytaman, qarang. Har xil davlat bor. Masalan, Yevropada Polsha yaxshi. Polsha uchun. Chunki adashmasam, Polsha dunyodagi yagona davlat studentlarni xohlaganicha ishlashga ruxsat berib qo'yadi. Shunaqa. Davlatlarda qonun qoidasi bor. Masalan, adashmasam O'zbekistonda ham bor bu. Studentlar haftasiga 15 ming soatdan ko'p ishlamasligi kerak. 15 soat. Amerikada 20 soat adashmasam. Amerikada 20 soat, Kanadada 20 soat, shunaqa. Polshada unaqa emas. Xohlaganingizcha ishlaysiz. Endi u qo'yib qo'ygan. Qanaqa qilib hozir xohlagancha ishlasa, o'qishga qanday o'rgatadi? Uni narsa o'ylamaganman. O'qishi ham masalan, o'qish ularda bakalavr bizada yoki Amerikada 4 yil davom etsa, ularda 3 yil bo'ladi bakalavr. Polshada. O'qish ham haftasiga 2 marta, 3 marta bo'ladi bakalavrda. Shunaqa. Xullas qulay. Men eshitgandim, Yevropa davlatlarida kontrakt 100% oldin to'lanadi deb. Ko'plarida. Ba'zilarida shunaqada. Polshada ham shunaqami? Polshada ham shunaqa. Demak, misol uchun kontrakt to'lab qo'ysa, xohlasang, xohlasang ishlaydigan narsadek bo'lar ekanda. Polshada ham adashmasam 50% ni ham, yarmini ham to'lab viza olsa bo'ladi menimcha. Lekin hozir Polshada biroz viza olish ham qiyinlashib qolgan. Polshadan o'zbek juda ko'p yo'q lekin. Yo'qda ham o'zbeklar juda ko'p-da. Meni ham 10 ga yaqin tanishim bor Polshada o'qiyotgan, o'qib ishlayotgan. Xo'p. Juda ko'p. Polshadan tashqari qanaqa davlatlar? Xo'p, Germaniya haqida deysiz, Germaniya haqida. Germaniya yaxshi. Germaniya zo'r davlat. Lekin mana shu viza olish bitta minus tarafi mana shu blokshotda. Blokshot. Juda qiyin. Blokshot qiyin. Lekin odamlar yo'lini topyapti o'shani ham men hayron qolyapman. Haqiqatdan men ham maqsad qilgandim Germaniyaga boraman deb o'qishga. Ayrim bir qonunlarini eshitib bu fikrimdan qaytdim. Birinchisi bu yo'qdagi daromad solig'i 50% ligidan. Mana shundan fikrimdan qaytdim. Daromad solig'i 50%. Keyin yaqinda bitta narsa ko'rib qoldim, Germaniya deganingizga kecha ko'rdim shekilli. Endi sovuq payti ko'pchilik mashinasini yoqib qo'yadi-ku, muzlab qolmasin deb. O'shanaqa yoqib qo'ysangiz, militsiya kelib turib sizga shtraf bosib ketargan. Nimaga? Tabiatga zarar yetkazyapsan. Tavba. Yoqib qo'yish mumkin emas ekan. Tushunarli. Xo'p. Malayziyani eshitganman, talabalarga zo'r davlat deb. Bilmadim. Men o'zim borib ko'rganman. Juda yaxshi emas. Malayziyada o'zbeklar uchratdingizmi? Ko'pini ko'rdim. Nima feedback beryapti? Kemalaringni otdimi? Endi ular bilan o'qish masalasida, kelish masalasida gaplashmadim. O'shig'i. Lekin u yoqdagi masalan sharoit zo'r, masalan Kuala Lumpurda sharoit yaxshi, ancha rivojlangan shahar. Toshkent bilan solishtirsa ancha rivojlangan Toshkentdan. Lekin bilmadim, menga ob-havosi qanaqadir yoqmadi.
men uchun bir yoqimsizroq ob-havo tuyuldida. O'qishga ta'sir qilsa kerak u ham deb o'ylayman. Endi kimga qanaqa bilmadim. Bu davlatning o'zi yaxshi. Tushunarli. Davlatning o'zi yaxshi. Demak, aslida Polsha Polsha bor, da. Ana Koreyaga ham borsa bo'ladi, misol uchun. Koreyaga. Koreyaga borgandan ko'pini ko'rdim. O'qish o'rniga faqat ishlaydi. Ha, ko'p ishlaydi. Ishlashga ketadi ko'pi. Boradi Koreyaga o'qishga boribman deydan ishlab. Keyin bir narsani aytib ketish kerak. Meni maslahatim, men o'qiyman, chetda o'qiyman deydiganlarga ko'pini bilaman. Men 17 yosh, 18 yosh dadasini puli bor, ya'ni ota-onasini puli bor. O'qiy olmaydidan o'zini o'zi bu to'g'ridir balki qaysidir ma'noda. Endi bu meni fikrim. Men bu o'zimni o'qishimni masalan pulini ham uni ham o'zim topsam deb turib. O'zicha o'zini tortishga harakat qiladi. Bu yaxshi narsa, yomon narsa emas bu o'zini masalan. Lekin degan tarafi bor. Meni maslahatim hozir ota-onasini puli bormi? Fokusni hech qayoqqa bo'lmasdan prosta o'qish kerak. Ota-onasidan kerakli pulni olib turib, ota-onasi agar unga kerakli pulni berishda qiynalib qolmaydigan bo'lsa, olish kerak, ya'ni bosib o'qib olish kerak 4 yil. Keyin 4 yildan keyin bosib mehnat qilish kerak. Bo'ldi. Hozir o'qish vaqti faqat o'qishga fokus qaratish kerak. Qaratishni men maslahat beraman. Ko'pchilik yosh bolalar masalan o'shani noto'g'ri tushunadi. Ba'zi ko'pchilikga shunaqa desam men bilmadim. Noto'g'ri tushunib qoladi ba'zilari. Bu o'zingizlarning qaroringlar. O'ylab ko'ringlar, prosta raz ota-onalarning puli bormi? Hech narsaga fokus qaratmasdan o'qinglar. Men ham ko'rganman bitta ikkita bola mana shu Amerikaga ketganda gaplashganman, ota-onamiz 5 ming topadigan oyiga. Reja qanaqa o'qiysanmi desam, yo'q, o'sha 8 ming 9 ming o'yinsa topshirgan. Borib ishlayman, pulni qilaman, qaytib kelaman. Borib turib o'qish kerak bo'ldi. Xo'p, keyin nima ba'zi birlarning gapi bor. Ota-onamning pulini ishlatishga vijdonim yo'l qo'ymayapti. Ishlatgansiz shu paytgacha. Hozirgacha ham ishlatgansan, tug'ilganingdan vijdoning qiynalishi kerak edi bir. Yana ozroqgina vijdonchangni chekkaroqqa surib tur. O'qib ol. Yaxshilab o'qib ol. O'zing qiziqqan sohani yaxshiroq, chuqurroq o'rganib ol. Keyin pul topishni boshla, u yaxshiroq bo'ladi. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, maslahatim prosta odamlarga. Tushunarli. O'qish kerak, faqat shuning uchun o'qish kerak. Bizning vaqtimiz juda tugab qolibdi. Endi talabalarga umuman mana shu universitetga kirmoqchi bo'lganlarga bitta o'zingiz maslahatingiz tavsiyasiz oxiriga bitta. Xo'p, maslahatim birinchi o'rinda tilni zo'r o'rganinglar. Qaysi davlatga ketmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, o'sha davlatning tilini o'rganinglar. Men bu shortkatlarga qiziqmanglar. Men bu IELTS'siz kirgizib qo'yaman, IELTS'siz jo'nataman, til bilish shart emas degan narsalarga umuman aldanmanglar. Tilni zo'r o'rganinglar. Chunki IELTS kerak emas degani ham ingliz tilini bilishing kerak emas degani ham, misol uchun Kanadaga ketishing uchun ingliz tili kerak emas degan desa ham, mayli siz vizani ham oldingiz, universitetga ham kirdingiz, sizni qanaqadirlar qildidani universitetga kiritib qo'ydi, lekin borganingizdan keyin siz u yoqda muloqot qila olishingiz kerak-ku kim bilandir. O'sha sabab uchun ham o'zingizni fikringizni bemalol yetkazib berishingiz uchun ham chetga ketmoqchimisiz, tilni yaxshilab o'rganing. Maslahatim shu. Maslahat shu, faqat til o'rganish. O'qishga ketmoqchi bo'layotgan bo'lsa, o'sha davlatning tilini va o'sha o'qishdagi ta'lim tilini chuqurroq o'rganish kerak. Tushunarli. Bo'lmasa, hurmatli kuzatuvchilar, biz shu joyda o'zimizni podkastimizni tugatamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va maktabimiz haqida qo'shimcha savollar, takliflar, murojaatlar bo'lgan bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin.
Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi podkastlarimiz shu kanalda chiqadi va Telegramga ham o'tib qo'yishinglarni so'radim. Bu yerda Telegram va Instagram profillarimizda keyingi sonlarimizda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Meni ham Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima etiketa qo'ying? Ya, mayli chiqar. Sog'ning. Sog'ning.